Qoyil qolish kerak do'stlar, akalar, ukalar, qadrdonlar. 800 yildan beri turgan qasr. Eng qizig'i 3 tarafdan suv bilan o'ralgan. O'sha paytlarda qanaqa qilib qilingan bu, qanaqa qilib qurilgan bu? Polni fundament suvni ichida. 13-asr bo'lsa, mana 21-asr. 800 yil, 700 yildan oshiq suvni ichida. Qoyil qolmasdan iloji yo'q. Qanaqa beton ishlatgan bular? Qanaqa qilib qo'l mehnatida qilgan shunaqa baquvvat qilib? Qoyil qolish kerak, qaranglar. Subhanalloh. Qoyil qolmasdan ilojimiz yo'q. Italiyadan, Veronadan, hozir Simoni orolidan maxsus. O'zlaringizni ehtiyot qilinglar, Alloh rozi bo'lsa hammalaringizdan. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yaxshi kontentlar kutib qolinglar. Yaxshi joylardan, yaxshi tarixiy joylardan xudo xolasa kontent qo'yishda davom ettiramiz. Sog' bo'linglar, o'zlaringizni ehtiyot qilinglar.